Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi video uchun Urganch shahrida eski bazanda 2 qavatli 200 metr kvadrat hovli joy sotuvga chiqdi. 100% jihozlar qoladi. Yani 50'leri beramiz. Acayip atib burchatga kafellar bo'lgan ekan, fasadlar ham yo'llar fasadlar. Joyimizni go'zal tunuka botlar bilan chiroylatib shipintayalar o'tilgan ekan. Kameralar bilan jihozlangan. Gazimizni, svetimizni hisoblashda tashqarida qolgan ekan. Xullas hamma vazi qoladi ekan bularcha. Narxini kelsak, narxi $80,000. Eng lokatsiyasi Gaydar maktab desak ham bo'ladi, eski bazda desak ham bo'ladi. Bularcha bismillahirrohmanirrohim deb obzor etsak. Yana bir aytib o'tsak, paxsasi oddini yekka ekan. Benemisini to'g'ri qo'llanganlar. Endi hozir garaj vazifamni tutdi, ko'ra giradi. Benemislar va qaynamiz har doimgidek kirmoshlar joylashgan ekan. Fonda yine paxsani oddinilkadan ko'rish mumkin obunachilar. Yine yekka benim sözünü oddini bağa chiqadi. Yo'lakchasi. Bir xo'sh kelibmiz. Radiatorlar qo'yilib o'tilgan ekan. Bu xonamiz endi o'zini dalan qismi obunachilar, hayot bilan taxta qo'l. Trezorlarimiz yana kameralar bilan o'zlari jihozlar. Xullas, atachintura o'xshadim. Ovoylatalingan, patroklar niyavishni o'tilgan. O'zim navdala lyustralarimiz ham qo'yilib o'tilgan ekan. Bu yerda girgandan sizdan kutib oladim uголок. Yana trezorlar, uynaga gullar qiziqadi ekan. Chiroylatib potokoniklar ustidan gullar qo'yilgan ekan yana. Radiatorlarimiz, setkalarimiz va LG firmani konsollarimiz ham shu devorlarimiz asilgan ekan. Bu yerimizdan yana gullar, xullas eshigimiz alyuminiy eshigida shovqin chiqmasligi uchun issiq sovuq ketmasligi uchun eshiklar qo'yilib o'tilgan ekan. Uzun koridorimiz ikkinchi qavatga chiqadi. Lesisan beda o'tilgan ekan. Jimsh svetdan kraska bo'lgan ekan. Yana bo'lsa dalamizda uzoqdan ko'rinishi. Bu xonamiz mehmonxonamiz. Endi qarri insonlar kelsa ikkinchi qavatga chiqish noqulaylik. Endi shu iloji bo'lsa bu xonani mehmonxona qilingan. Bu ham nargisi boshqachalik, bu tomoni boshqachalik. Oyoqda taxta qo'l eshiklarimizni high-tech variantda daraqli MDF eshiklarimiz daraqli deb aytiladi. Bu yerda ham radiatorlar qo'yilgan. Bu xonamiz endi obunachilarimiz spalni, ixchamli bemalol berdi endi. O'zati fotografiyasi oyna shamolga adal ekan, oyna bu tomoniga qarab o'zini. Bu qismisi bor. İşlerimiz yangi qo'yilgan ekan, sifatli. Oshxonamiz, kuxnya qo'yilgan, kafel urilgan. Bu yerda dimoxotimi, havo tortuvchi, gaz plitamiz 4 ko'zli, mo'ykamiz, oynalarimiz bu tarafda aqua, eshik ham aqua. Xolodilnik joylashgan, arestollarimiz. Yana bog'a chiqadi. Fotolar ekan bo'ladi. Yana ne tomondan o'zini zeleniy zonasına ega. Yakka, o'zim tinch mahalla. Ostonga Saltinda beli hokim ko'cha deb aytadi. Eja firmani asmakat yo'llarimiz yana ishlab turibdi. Oshxonamiz ham keng, hamma o'zi bor bena. Endiki navbat sanojellarimiz tushoy etilgan ekan bu yerda. Coco firmani mumtozi bu yerda raqoyamiz ham bor ekan. Fotoloqadan qafil bo'lgan niya ishlat. Endi ikkinchi qavatni to'g'rilansa havola qilsak, narxini ham aytib o'tdik, $80,000. Berimizda bir xonachamiz. Bu yerda garajning ustida yana bir xona bu. Bom oboy. O'zini maxsus evonchasi bor. Evonchamiz reshotka bor, fotoqlari plastik bilan o'tilgan ekan. Eng odam o'zini tortadi. Berimizda havos fotoqlar qilamiz. Yana perdelar. Endi bir spalni ekan bunachalar. Benam oynasi vaqtamona qaragan ekan. Trezorda olamiz. Bu yerda yana bir xonamiz bor ekan. Eski karavotlar qo'yilib o'tilgan.
şkafı dərs yolları üçün hal-hazırda jurnalın stulları var ekan. Şunda narxına gəlsək, narxı 80.000 dollar. Lokasiya disk boyunca 200 kvadrat. Qızıqsansa Arakoçun nömrəsi 88 601 70 70 əlaqəçə sağ olun.